Assalomu alaykum do'stlar, mana yangi akkaunt o'z oborotlarini ko'rsatadi. Mana 4 ta 0, keyin 43 ta salonni oborot qilgan. Bu yangi akkaunt. Hozir ruletkaga kiramiz. Mana ko'pchilik 10 mingdan tiqib 37 lik taktikada o'ynaydi. Bu 37 lik taktika 10 ta yurishda 100 ta solda yeb tashlaydi. Xullas slif qiladi 100 ta. 100 tani 10 ta yurishda. Lekin sizga 3 million 700 ta salonni oborot qilib beradi bu. Bunda maslahat bermayman 37 lik taktikada. Hozir men ko'rsataman. Bitta taktika bo'ldi, qora qizil. O'shanga tikasiz va avtoni bosasiz va 0 ni kutib turasiz. 0 qachon tushishi bilan o'yinni boshlaysiz-da, yana boshqatdan 0 tushsa. Ko'pchilik aytadi 0 ga tushib slif bo'ladi baribir deb. Hozir hammasini o'rgataman. Hozir mana hisobimda qancha pul bor? Hali slif bo'lmadi-yu. 2 million 604 ming bor ekan. Hop, gol. O'shani 1 so'm yutqizmasdan anaqa qilib oborot qilib ko'rsataman sizga. Ketdik unda. Do'stlar, bu juda ko'p vaqtdan keyin tushadi 0. Men videoni to'xtatib turaman va 0 tushgan paytda davom etaman. Xullas, mana va nihoyat 0 tushdi. 0 dan keyin qizil tushdi, qizil rang 25. Endi biz avtoni o'chirib qizilga 20 ming tikamiz do'stlar va ketma-ket tikib boraveramiz. Qizil qora. Mana qoraga tushdi. Endi biz qoraga 40 ming tikamiz. 1 2 3 4. Bu ketma-ket ikkita rang tashlab beradi. Qanchadir dagondan keyin. Xo'p. Qizilga 80 ming. Xo'p, mana qizilga 80 ming tikamiz endi. Shunaqa qilib dagon qilib ketaveramiz. Baribir ketma-ket anaqa tashlab beradi. Xo'p, yana nima bo'ldi? Endi qizilga 160 ming tikamiz. 1 2 3 4 5 6 8. Mana tikkan pulingizni 2 barobarga ko'paytirib boraverasiz. Mana 160 ming yutdik. Biz umumiy hisobda mana 20 ming, 40 ming, 40 mingga 40 ming 80 ming, 80 ming, 160 ming yutqazdik va 160 ming yutdik. Biz shunda umuman pul yo'qotmadik. Mana hisobimda 2 million 604 ming turibdi. Hali ham o'sha turibdi. Lekin bizda oborot dahshat bo'lyapti. O'shanga qarab, nazorat qilib, faqat garov tikishdan adashmasligingiz kerak. Hammasini kuzatib borishingiz kerak. Men Tronkingda anaqa o'zini avtosi bor-da. Masalan, siz 2 trondan tiksangiz, masalan, qizilga bitta, qoraga bitta tiksangiz, 2 tron minus deganiga, 2 tron los deganiga 2 tronni qo'yasiz va avtoni bossangiz 2 tron yutqizgan paytda avtomatik to'xtaydi-da, xullas. Bu ruletkada. Tronkingni o'shasi zo'rda. Shu joyi zo'r. Men o'shaning uchun Tronkingga o'tinglar deyapman. Tronkingda limit ham bo'lmaydi. Hozir Trompikda limit o'rnatilgan. Masalan, siz qanchadir captcha olganingizdan keyin sizning akkauntingiz limitga tushib qoladi. Ya'ni sizga 200 ta tron oborot qil deydi. 200 ta tron oborot qilsangiz limitdan chiqaradi. Endi umrbodlikka chiqarmaydi. 200 ta captcha beradi. 200 ta oborot qilganingiz uchun. Undan ko'p bermaydi. Undan ko'p oborot ham qilib o'tirmang. Xullas, shunday qilib oborot qilib boraverasiz. Mana men yutqizmayapman ham. Men yutmayapman ham, lekin oborot bo'lyapti. Agar siz Trompik, Solpik, Dojpik yoki Letpik o'shalarda o'ynamoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizda barcha saytlarning manzili bor va o'sha saytlarda ro'yxatdan o'tib siz shunchaki oborotga ham bonus olishingiz mumkin. Bizga referal bo'lib 100%
qaytadigan qilib qo'yganman. Buni guruhdagi obunachilarim biladi. Anchadan beri ishlab kelayotganlar bor. O'shalardan so'rashingiz ham mumkin. Xo'p, mana yana bitta 0 tushdi. Endi qizil. Okey. Qizilga 20 ming tikamiz. Xo'p, qora tushdi. Qoraga 40 ming. 1 2 3 4. Bu yerda qancha yutqizsangiz, o'shanaqa tikib borasiz. Bu ketma-ket bir xil rangni tashlab beradi-da. Qanchadir dagondan keyin. Mana 40 ming. Umumiy hisobda 40 ming yutqazdik va 40 ming yutdik. Lekin bu оборот bo'lyapti bizda. Mana yana davom etamiz. Ko'pchilik 37 lik taktikada o'ynaydi, slif qilib. Mana bunda 37 dan ko'p оборот qilsa bo'ladi. Mana shunaqa qilib. Men aytaman, agar uyingizda bekorchi bo'lsangiz, masalan siz 100 tron depozit qilib, mana shu taktika bilan siz kuniga 500 ta tron оборот qiling siz. Kuniga bir kunda 500 ta tron bemalol оборот qilsa bo'ladi bir kunda. Shunday qilib 10 kunda silverga chiqsangiz bo'ladi. Tronkingda. Trompikda ham o'shanaqa qilib chiqsangiz bo'ladi. Lekin pik saytlarida juda katta minus beradi. Katta ehtimol kuchli-da unda trompikda. O'shaning uchun king saytlarida o'ynang. Mana biz оборот qilyapmiz. Balansimiz o'sha turibdi. Lekin оборот bo'lyapti bizda. Bu video uzun video bo'ladi. Diqqat bilan ko'ring. Tushunmay qolgan joylaringizni boshqatdan videoni orqaga o'tkazib, qanday tikish, qanday dagon qilish kerak, o'shani nima qilib borasiz. Men hozir bu yerda mana 20 ming deb turibdi-yu tepada. O'shanga qarab dagon qilasiz. Bu yerda tushgan rangga. Ketma-ket bir xil rangni tashlab beradi. Nari borsa 10 ta dagon bo'ladi, lekin ketma-ket bir xil rang tashlab beradi. Siz o'sha bir, masalan, qora tushdimi, qorani izidan qolmasdan dagon qilishingiz kerak. Qizil tushdimi, qizilning izidan qolmasdan dagon qilishingiz kerak. Shunda yutasiz bu saytni. O'sha saytning siri o'shanaqa bo'ladi. Xo'p, men chaqirib qolishdi. Hozir o'yinni davom etamiz. Mana shunday qilib davom etaverasizlar, do'stlar. Sayt bomba sayt. Mana o'sha 2.604.000 hali ham o'sha turibdi. Lekin bu yoqda katta dagon bo'lyapti. Xo'p do'stlar, videoni cho'zib o'tirmayman. Xullas, o'shanaqa qilib davom etaverasizlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga like bosing, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kimga mana yana bitta nol tushdi. Xo'p, qaysi rangga? Qora. Okey. Biz qoraga 20 ming tikamiz. 30 ming bo'lib ketdi. Mana 20 ming. Qorani ketidan quvamiz endi do'stlar. Voy, mana 20 ming. Xullas, o'shanaqa qilib davom etasiz. Mana balansim 2.604.000 o'sha. Bu yerda оборотni ko'ramiz. Mana 0.02 уже 20% ga ketdi. Ko'p 20 barobar ko'p оборот qildi. 1 so'm yurmasdan. Menimcha bu 37 lik taktikaga qaraganda ancha yaxshi deb o'ylayman men. Xullas, shunday do'stlar. Bu meni asosiy akkauntim emas. Menda akkauntlar juda ham ko'p. Solpik, Dojipik,
Letbikda ham hammasida akkauntlarim ko'p. Xullas, mana shu akkaunt gold akkaunt, lekin bu sotilmaydi. Bunda 64 ta referal bor, 66 ta referal bor. 100% bonus qaytadigan qilib qo'yganman hammasiga. Bu bo'sh turgan akkaunt, unga tegmaymiz. Xullas shunday do'stlar, videomiz shundan iborat edi. Kommentariyada o'z fikringizni yozing va Telegram gruppamizda aktiv bo'ling. Mana siz yangi videolar, bundan ham zo'r videolarni chiqaraman.